Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizda Poco M8 5G model ekan. Telefonga e'tibor berib qaranglar, zo'r ishlab qo'yishibdi. Edge ekran bo'ladi. Va ingichka qilib qo'yishibdi. Stanlov rangi. Har doimgidek birinchilardan bo'lib R66 kanalda. Stanlov rangi. Qora rangi. Protsessori Snapdragon 6 Gen 3 bo'ladi. Megapiksel 50 megapiksel bo'ladi, oldi ham, orqasi ham. Type-C zaryadka. Kafolati 1 yil bo'ladi. Bularda ikkita sim karta bemalol ishlaydi, uzumingizdan o'tgan bo'ladi. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Blue rangi. Ulardan kalitsiyasi bor, bemalol Optimga doniga xarid qilsanglar bo'ladi. Abu Sahi R66-do'kondan kelib xarid qilsanglar bo'ladi, bemalol. Kompleksida chexoli bo'ladi. 45 watt kalla bo'ladi, USB-si bo'ladi. Kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Abu Sahi R66-do'kon.